Noldan biznes 1 million dollargacha. 1 yil mobaynida 18-son ko'ramiz. Har doimgidek Seul Malda savdo qilishni boshladim. Kelib qolinglar deb tursam, orqamdan anjorli bloger ukalarim kelib qolsa bo'ladimi? Aka, biz sizni poddeshka qilgani keldik. Bering pistolet o'nchog'ingizdan, biz ham sizga sotishib yuboramiz, deb odam chaqirishni boshladi. Shu orada bir odam kelib, men sizlarni mehmon qilmoqchiman, yuringlar desa bo'ladimi? Aka, menda bizneslar qolib ketib qoladi desam, u yoqni ham o'ylab qo'yganman. Xavotir olmang, ketdi yuring deb olib ketib qolsa bo'ladimi? Bitta kafega bordik, chiroyli kafe ekan. Bu yerda faqat shirinliklar sotar ekan. Bu kafeda har xil shirinliklar sotar ekan, mevaga o'xshagan. Internetda ko'rardim, hayotda hech yeb ko'rmagan edim. O'ta shirin ekan. Farruh aka bilan yaqindan tanishib oldik. Aka juda ham samimiy, yaxshi inson ekan. Aka, nima ish qilasiz o'zi desam, kichkinagina bizneschalarim bor deyishidan biluvdim o'zi. Aka normalniy biznesmen ekan, 3-4 xil bizneslari bor ekan. Bizneslarining orasida Yaponiyaga tur viza qiladigan biznesi menga yoqib qoldi. Gaplashib o'tirib 2 soat o'tib ketganini ham bilmay qolibmiz. Ketadigan paytimizda nechta o'nchog'ingiz qoldi deb so'radi. 25 tacha qoldi shekilli desam, shap $100 chiqarib, mana shuni hammasini sotib olaman desa bo'ladimi? Faqat bu o'nchoqlarni o'zim bilan olib ketmayman. Yosh bolalarga tarqatib yuboring, iltimos, agar sizga malol kelmasa, dedi. Shunaqa ham yaxshi inson bo'ladimi? Ham mehmon qilsa, ham o'nchoqlarimni sotib olsa, ham yaxshilik qilsa. Men ham bir qo'limdan kelgancha yaxshilik qilaman dedim-da, yaxshi ham bitta kichkina akkauntiga podpiska tashab qo'ydim. O'zini akkauntini topolmadim, o'zidan so'ragani xijolat bo'ldim. Xullas shu videoda Farruh akani akkauntiga kollaboratsiya qilib qo'yaman. Kimga Yaponiyaga tur viza kerak bo'lsa, akaga murojaat qila olasizlar. Yaponiyaga nima xizmat bo'lsa, akaga ayta olasizlar. Yapon tilini ona tili deb bilar ekan aka. Ishonchli odam, birinchi qo'llardan ham arzon. Meni aytdi desanglar, yana ham arzon qilib beradi. Bugunlik kun ham barakotli o'tdi. Farruh aka sotib olgan hamma o'nchoqni tarqatib oldik. Farruh aka sotib olgan o'nchoqdan tashqari yana 15 ta o'nchoq olib kelib sotdik. Общий 40 ta o'nchoq sotildi. 20 ming so'mdan foyda qildik, 800 ming so'm foyda bo'ldi. Undan 315 ming so'm rasxod qildik. Sof foyda 485 ming so'm bo'ldi. Bizning общий pulimiz 3 million 135 ming so'm edi. Unga 485 ming so'mni qo'shsak 3 million 620 ming so'm pulimiz bo'ldi.